Öpçörümüzdeki hamma narsa shundoq tez o'zgarishga boshladi. Kishilar, narsalar, qurol-yarog'lar, ideologiyalar, dunyo xaritasi, avlodlarimiz mag'lubiyatning qurboni bo'lishga boshladi. Eg'izlardan yangi so'zlar, oshqin shuarlar tushmaydi. Qiz ayollarcha tahi. Ah, xudo. Qizlarimiz ko'chalarda yerim yalang'och holatda yuratdi. Taraqqiyot nomidagi sapsata, quruq davrang va buzg'unchilik kelkuni oldiga uchirgan lekin narsani yalmab supurib ketyapti. Acaba insonlar taraqqiy qilish va madaniylashish uchun zolimning qamchisidan qo'rqib titirishi, erklaridan mahrum qilinib, qul malaylardek ishlatilish kerakmi? Tarbiyaga ega bo'lish uchun iymondan chiqish shartmi? Nimishqa taraqqiyot degan adolat va hurriyat bilan chiqish olmaydi? Nimishqa butun dunyo koinotning yaratquchisiga iymon etishda birlik kelmaydi? Nima uchun ayollarning badallari yanglashlanmay, buzuqchilik, fitna fasod avj olmay turib gullangili bo'lmaydi? Nimishqa bir qavm yana birisini yo'qotmay, bir millat yana bir millatning zaminiga yot irq va yot millatlarni ko'chirib kelib, aslidikisini qo'g'lamay turib do'stan o'tolmaydi? Bu kunlarda yuz berayotgan ishlar menga shaytonning o'yinlaridek bilinadi. Jangchi sabdoshlarimga doim pok va sap inqilob ro'yining tog' cho'qqilarida parlab turadiganligini aytdim. Mo'min musulmonlar jumlasidan bo'lgan Osmon Boturga qaraganimda o'tgan solihlarning simasini ko'rgandek bo'latdim. Bu kishi munqariz bo'lgan bir naslning butun umidini isil xislatlarga ega, parlaq, qadimiy bir madaniyatning intilishlarini o'ziga mujassamlagan edi. Shunga men o'lgichi bu kishining keynidan minishga bel bog'lagan edim. Eng yangi urush aslahalari bilan qurollangan Xitoy armiyasi bilan bizning jangchilar orasida keskin janglar davom qilyotdi. Bir qator janglarda utuq qozondik, lekin bu zafar osonga to'xtadimi? Albatta yo'q. Dushmanga to'xtamay yordam kelib turadi. Bizning odam sonimiz bo'lsa, parg'ansir ozlayotdi. Ya'ni bu zafarlarni mislsiz ig'ir qurbonliklar badaliga qozonatdik. Osmon Boturning yigitlarimiz intiqom uchun o'zlarini o'limga yetyapti deganligini angladim. Men uningga hurmatli general, azmatlarimiz o'z vazifalarini yaxshi biladi, dedim. Osmon Botur: ular doston yozyapti Mustafa Hazrat. Qonlari bilan mangulik doston bityapti. Lekin avangard qismdagi qarindoshlarimizdan olgan xabarlarga qaraganda dushman bir qatimliq dahshatli jangga tayyorlanibdi, dedi. Bir necha kun o'tar o'tmas Osmon Boturning deganidek chiqdi. Qurt qo'ng'izdek yamrab kelayotgan Xitoy qo'shinining hujumiga uchirdik. Bu qatimliq jang to'xtovsiz 3 oy davom qildi. Xitoyning Qinxay o'lkasi tarafga qarab chekinishga, chechilib ketgan qo'shinni shu yerda yig'ish va shu yerni kommunistlarga qarshi hujumning bosh shtabi qilish qarori ilindi. Lekin Qinxayga mangadigan yo'l bexatar emas edi. Har tarafdan o'lim marab turibdi. Qanxo'r kafir bizni chambar shaklida qorshib olgan bo'lib, dushmanning muasirasiga tushib qoldik. Xitoyning Gansu o'lkasiga qarashliq Anshi shahridan 10 ming Xitoy askari besib keldi. Hammamiz fidokorlik bilan o'zimizni jangga otadigan bo'lib ketdi. Hamani qochib qutulg'ili bo'lmaydigan o'lim burnimizga purab turayotgandan keyin hech ish qila olmay ketguncha dushman bilan elishib o'layli, yetib o'lgich etib o'l deb o'ylaydik. Oxiri 1950-yili 8-oyda Xitoyning Qinxay o'lkasi tavallikidagi Maxay shahriga yetib keldik. Bu yerda bir mezgil aram elish, safarimizni tuzab retga selishni o'ylashgan edik. Men shaxsan Cho'lponni va o'g'limni izlayotdim. O'lib ketishdan burun ularni bir ko'rib olsam deb arzu qilatdim. Ba'zilar mushunda qalaymaqan kunlarda bu arzuyimni bir xam xiyol deb o'ylashatdi. Yana ba'zilar vatanimiz munqariz bo'layotgan, xalqimiz dushman tapini ostida ingrayotgan mushundaq bir paytda mening xotin bolamning g'amini qilishimni shaxsiyatchilik deb ayblashatdi. Men ularning ayblashlariga parvo qilib ketmadim. Meningmi yurkim tashamasdi. Bizni qo'g'layotgan dushmanning oyog'i uzilib qolgani yo'q. Gansu o'lkasi qarashliq Dunhuang shahridan minglab Xitoy askari bostirib kelyotdi. Keynimizdanmi Sharqiy Turkistonlik Xitoy bilan bo'lgan chegarasi hisoblangan chaqliq orqali yana minglarcha Xitoy yopirilib kelyotdi. General Osmon Botur xitob qildi. Do'stlarim, tugilib yashashdan jasurlarcha o'lishni ala bilgan azimatlar. Bugun kecha Maxay shahri hujumga uchrashi mumkin. Dinsiz davrning sharafli shohidlari. Chilbörler ilgirlash yo'llarimizni to'sib bo'ldi. Dushmanning qizil bayroqlari ufqlarni qon rangida bo'yadi. Qassob chig'ida kunda biror qo'yni qushxonaga apirib bo'g'izlaydi. Ammo bu dushmanlarga qo'y nima, inson nima? Oldiga nima uchursa urib so'qib bo'g'izlab mengyotidi. Barikuldan tortib mushu yerga kelguncha mengib o'tgan bu uzun yo'limiz
erkinlik jangchilarining so'ngaklari bilan bitgan. Ularning mushkanbar etlik qonlari bilan sug'urilgandir. Safarimiz uzun va mashaqqatli bir safar bo'ldi. Nurg'un ayollar va bolalar har tarafga qatirab bizni so'ygan kishilarni izlab yuryotdi. Urumchining radiolarida kommunistlarni kuylaydigan qizil naqshlar yangrab, vatanimizni azg'in ideyalar bilan bulg'ayotdi. Vatan o'g'lonlari o'z uylarida mahbusning kunini ko'ryotdi. Emgak lagerlarida majburiy ishlatilyotdi. Odamsiz chet qishloqlarga surgun qilinib, tugashtiryotdi. Yana nurg'unlari o'lim maydonlarida unsiz pig'onlari Allohga yilinishlari bilan o'limning melodiyasini yangrayotdi. U tirik shehidlarning oqibati bu yerda jang maydonida shehid bo'lganlarnikidan ichinishliq. Do'stlarim, jangga otlanayotimiz. Agar aranglardan hayot qolg'uvchilar bo'lib qolsa, bizning jihad hikoyamizni, tartgan azob uqubatlarimizni dunyoning har qaysi joylaridagi uxlab yotgan musulmon ummatiga anglatsin. Mashriqdan mag'ribgacha arab dunyosidagi Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Hindiston, Pokistondagi musulmon qarindoshlarimizga Turkiston Allohning va insoniyatning dushmanining qo'liga tushib, ikkinchi Andalus bo'lib ketdi desin. Kim biladi? Musulmonlar bir kunlarda g'aflat uyqusidan uyg'onib, hamkorlashib dushmanga jang e'lon qilsa, Alloh taolo ularga nusrat berib qolsa ajab emas. Dunyoning har qaysi yerlaridagi musulmonlarga aytinglar. Düşmanның gizit jurnallariga ishonmasin, o'ydirma tarixiga, falsafasiga ishonmasin, chaqiriqlariga aldanmasin. Osman Batur beshini ko'tarib osmonga qaradi. Ondan qiblaga yuzlanib bizni namozga chaqirdi. Ertasi dushman butun kuchi bilan bizga hujum qildi. Jang nihoyat qizib ketdi. Oxirgi qatimliq jangda elimizdagi hamma narsamiz, g'ururimiz, iymoniy kuchimiz bilan maydonga tushdik va mag'lub bo'ldik. Osman Batur düşmanning qo'liga tushib qoldi. Egizrak bir cho'qqida qarab turatdim. Uning beshini tik tutib, mag'rurlarcha mengayotganligini ko'rdim. Kommunistlar ha deb uning yengidan, bo'kidan va tonining peshidan tortib tashlaydi. Osman Batur bo'lsa, putqo'li kishanlik holatdimi, ularning yuziga tukirib, putlab bo'lsa-mu bo'y bermaydi. Mujohidlarimiz shuncha talofatdan keyin hayot qila olgan ozg'ina jangchi har tarafga chechilib ketdi. Lekin hammasi degidek Kashmir chegarasi tarafga qarab yo'l olgan edi. 1951-yili 29-aprel kuni qahramon general Osman Batur jazo maydoniga elib kelindi. Turkistonlik va Xitoy bo'lib 90 ming kishi bu maydonga qattiq tahdidlar bilan haydab kelingan bo'lib, qahramonga beriladigan o'lim jazosini ko'rishga zo'rlangan edi. Shundaq qilib Osman Batur shehid bo'lib ketdi. Meni tonimaydigan bir to'p kishining orasida qolgan edim. Amaliyotdimi tonilib qolmaslik uchun Dunxondan kelgan askarlarning kiyimini kiyib olgan edim. Shehid Osman Baturga qarab, ko'zlarimdan yosh qo'yilib tursa-mu, asabiylarcha kulatdim. Yashsun adolat deb varqiraytdim majnunlarcha. Shum niyatlarning ko'nglidek qop-qorong'u bir kechada yo'lga chiqdim. O't dengizidan qochqanlarning sepiga qo'shildim. Bir necha kechilik jafoliq safardan keyin Kashmir chegarasiga yetib keldik. 20 ming qo'zg'olonchi jangchidan bu yerga yetib kelaligini faqat 300 atrofidagi kishi edi. Chunki dushmanlar chegaraga tutashgan yo'llarni qattiq qamal qilib, Tibetning Sinkurs, Kutsao va boshqa shaharlarda jangchilarimizni qo'g'lab yurib, o'qqa tutib Dushmanmo xil qattiq talafotga uchirdi. Oxiri bizdan chegaraga yetib kelgan 300 dak kishi Kashmir tavalligiga o'tdik. Ko'pinchisi eri shehid bo'lib tul qolgan ayollar, dadasidan ayrilib yetim qolgan kichik bolalar edi. Nihoyat Kashmir poytaxti Srinagarga yetib keldik. Bizdan burun yetib kelgan turkistonlik mujohidlardan bir jamoat oldimizga chiqqan bo'lib, ko'zlar alaman ichida tonishlarini izlashatdi. Tepishqanlar quchoqlashib, ko'rishib degandek atrof qaynon tashqinliq cho'mib ketdi. Safarning ardiqqa qattiq yetgan va necha kechadan beri uyqusiz bo'lganim uchunmikin bir bo'lingda uxlab qoptiman. Qanchalik vaqt o'tganini bilmayman. Yumshaqqina bir qo'lning yuzlarini mehri bilan selishdan uyg'onib ko'zimni ochdim. Uyg'onsam kun patay deb qolgan ekan. Yo'q, uyg'onmagan o'xshayman. Tush ko'ryotamdiman qandoq? Ah, xudo. Kashmir ayollarining kiyimiga o'xshaydigan kiyim kiyib olgan cho'lpon ko'z oldimda turardi. Uning yanida cho'p-cho'ng bo'lib qolgan o'g'lim. To'g'ri, men uni tanib oldim. Optob kuyib, bug'doy o'nglik bo'lib qolgan bu chiroyli yigit mening o'g'lim shu. O'g'limning sochlarini to'ymay purashqa, cho'lponning yuzlarini siylashga boshladim. Ko'zlarimdan yoshlar quyulatdi. Bo'g'zimga bir tugunchak turib qolgandek bo'lib, tilim gapga kelmayotdi.
Çolpanning ko'zlari shodlik yoshlariga to'lgan bo'lib, meni bag'riga bosdi. O'g'limmi meni chin quchoqlab olgan edi. Sizlarni o'limdan qutulib qolar deb o'ylamagan edim, Mustafa. Ko'zlarimga ishonolmayapman. Chochlariga qurur tushibdi. Yuzlarini yillarning yo'l izlari qoplabdi. Silsiz o'tgan bu yillar bir asrdek bilindi. Balamning peshonasiga mehri bilan suyib qo'yib, musulmon xalqimni chegaraning u tarafida Xitoy va Urus ikki yirtqichning panjasi orasiga tashlab qo'yganim uchun ko'nglim to'lim yerim, dedim. Cho'lponning chiroyi bir qavat qayg'u alam bilan qoplangandek sulg'un edi. Hasrat bilan Baytul Haramga berishni bek arzu qilatdim. Makkada yoki Madinada yashab qolsak, nima degan yaxshi bo'ladi? deb pichirladi. Keynimga burilib, qarong'ulik qo'yniga singib ketayotgan ufqqa qaradim. Masjidning bo'sog'isida shahodat sharbitini ichgan Mansur Durg'uni esladim. Tümür rishatkilar keynida jon uzishgan mo'min qarindoshlarim yodimga keldi. Osman Baturga ergishib kirgan janglarda shehid bo'lgan sabdoshlarim ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Osman Baturni jazo maydoniga elib ketib borgan chog'dagi odam dengizining simosi ko'zimga qayta ko'ringandek bo'ldi. Baytul Haramga borayli, dedim men g'amkin ohangda. Charchab, oldin ketgan ro'yimizni tirildirish uchun muqaddas zamzam tomchilariga ehtiyojimiz bor. Xiyol qushlarim qanotlandi. Mana men bir top hojilarning orasida Xitoy va ruslarning tumur qafaslardan qutulgan musulmonlarning ozodlik xush xabarini yetkazib to'g'lab yuratdim. Mana kipallarni yirtib tashlab, tavhid bayroq ostida jam bo'lib, asoratdagi millionlagan qarindoshlarni qutqizish uchun yo'lga chiqqan milliard kishilik musulmon jangchilar qo'shini ishitib turatdim. Mana bu mening hikoyam.